Tushda shoh, daraxt shoxini ko'rishning ta'birlari. Ibn Sirinning aytishlaricha, tushdagi shoh farzandlar, aka-ukalar va qarindoshlar bo'ladi. Agar tushida daraxt shoxini zich va ko'p holda ko'rsa, qarindosh urug'lar ko'payadi. Aksincha ko'rsa, qarindosh urug'lar kam bo'ladi. Tushida o'ziga qarashli daraxtning shoxini sindirib olganini ko'rsa, o'z yaqinini o'zidan uzoqlashtirishga dalildir. Agar daraxtning shoxi kamayganini ko'rsa, qarindoshlaridan birining o'limiga dalildir. Agar tushida xurmo shoxini yaxshi ko'rsa, farzand tug'ilishiga ishoradir. Agar tushida toza va nozik daraxt shoxini bergan kishi esa tanish ekanini ko'rsa, o'sha kishidan shox miqdoriga muvofiq xayr va manfaat ko'rishga ishoradir. Agar shox nozik va qurigan bo'lsa, unga hech narsa yetmasligini bildiradi. Jobir Mag'ribiyning aytishicha, tushda unga achchiq meva qiluvchi daraxt shoxini berganlarini ko'rsa, o'sha bergan odamdan unga g'am va anduh yetishiga ishoradir. Agar shirin mevali daraxt shoxi bo'lsa, xayr va manfaat topishiga ishoradir. Tush ta'biri bashorat emas, barcha narsani bilguvchi yagona zot Allohdir. Ko'rgan tushlaringiz ta'birini bilmoqchimisiz? Unda kanalimizga obuna bo'ling.